Qani qadrdonlarim, biz bismillah deb bo'lmasam ishni boshladik. Iltimos qilamiz videomiz boshidan bir donagina o'z laykingizni bosib kanalimizga o'z hissangizni qo'shib qo'ying. Kelgusi videoda qanaqa texnikalar chiqaraylik? Albatta kommentariyalarda qoldirib ketasiz degan umiddaman. Qadrdonlarim, agarda siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videolarda sara texnikalarni ko'rish uchun birinchilardan xabardor bo'lish uchun biz ishni boshladik. Rusumi New Holland Det5 bo'lgan texnikadan ko'rsatib o'taman. 2018-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo, motor korobka zo'r, rangi ko'k ko'rib turganingizdek, xullas Samarqand Jomboyda ekan, narxi $17.500 deyotgan ekan akamiz, kelishtirib berar ekan albatta. Samarqand Jomboylik akalar bormisizlar? Albatta sizlar uchun telefon raqami 97 536 38 88. Agarda aloqaga chiqib texnikani olsangiz, texnika olindi deb izohlarda yozib ketinglar. Xo'p akalar, biz davom etamiz. Traktor, komplekt traktor MTZ sotiladi. Yili berilmagan, yili deb akamiz yozib ketdilar, yilni aytmabdilar. Endi menimcha 90-86-90-yillar mana shunaqa texnikalar bo'lsa kerak deb o'ylayman o'zimcha. Endi nechinchi ishlab chiqarilganini bilmayman. Xo'p, xullas qadrdonlar, buni nechinchi ishlab chiqarilganini izohlarda yozib ketasiz. Bilganlar, albatta uzr so'rayman, bilmaganligim uchun bilishim kerak bo'lgan texnika deb o'ylayman. Xo'p qadrdonlar, pulluk, prinsip, sex, mola, chizel hammasi qo'shib berilar ekan. Mana holati, ko'rinish ideal holatda yurib turgan texnika, motor, korobka yangi remontdan chiqqan. Darhol ishga tayyor texnika, narxi 10.000 kelishtirib beriladi. Aloqa uchun 94 196 92 53. Jizzax G'alla orolda ekan. Jizzaxdan ham texnika chiqarmayapsiz uka, Jizzaxdan chiqarib turing ko'proq deganlar uchun mana Jizzaxdan ajoyib texnika, holati a'lo darajada ma'lumot bermasa ham bo'ladi. Faqatgina yilini bilmayman, xolos. Yilini shunchaki izohlarda yozib ketasiz degan umiddaman. E'tiboringizni esa MTZ Saxon X dan bitta ko'rsatmoqchiman. Bu ham komplekt prinsip, tur korpuslik pulluklar bilan beriladi. Narxi 73 million kelishtirib beramiz deb akamiz. Mana pulluk holatlari yaxshi holatda, holati zo'r, yurib turgan texnika. Qo'shimcha o'sha prinsip setkalari bilan pullugi kipini bilan komplekt beriladi. Manzil albatta qayerda? Manzil Xorazmda. Jizzax, Xorazm ashirlardan akalarimiz, uka shu yerlardan texnika chiqarmayapsan deb izohlarda qoldirganligi uchun unchaki negativ yozmasdan qayerdan texnika chiqarish yozib ketsangiz, albatta kelgusi videoda chiqarishga harakat qilaman qadrdonlarim. Xo'p qadrdonlar, Manzil Xorazm 94 799 18 78 qisqa telefon raqamlarini qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Holati yaxshi holatda MTZ Saxon X narxi 73 million so'm. Qadrdonlarim, biz davom etamiz. Mana bu videoni ham bitta ko'rishingizni tavsiya etaman, sababi bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan bitta Belarus Saxon X bilan ikisini e'tiboringizga ko'rsatmoqchiman. Samarqandlik akalar oramizda bo'lsa ko'rishini tavsiya qilaman, sababi Samarqand Oqdaryodan ekan. Telefon raqami 93 189 88 44. Narxi $10.000, 2006-yilda ishlab chiqarilganligiga qaramasdan qadrdonlarim, bu texnika ideal holatda turibdi. Motor deysizmi, korobka deysizmi, zadniy most deysizmi, hamma yeri soz holatda, balonlar 100% yangi. Samarqandlik akalar bo'lsa, borimiz deb izohlarda yozib ketdilar va omad so'zini yozinglarda. Mana bu texnikaga aloqaga chiqishingizni bir martaga so'rayman, sababi qadrdonlar, yana qaytarib aytaman, bunaqa texnika bizga kamdan kam keladi. To'g'ri, endi reklamani ham joyini bang'illatib yormasam ham imkon qadar ma'lumot berishga harakat qilaman. Bu haqida ma'lumot juda ham ko'p biz Telegram kanalimizga oxirgi postlarga joylab qo'ydik. Albatta o'tib olib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Men esa davom etaman. Bizning texnikamiz, bu ko'rib turgan texnikangiz, buni hamma biladi. Bu texnikani bilmagan odam texnikaga umuman tushunmaydi desa ham bo'ladi. Bu texnikamiz klass Arion 630. Sababi qadrdonlar, 2017-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bunaqa texnikalar juda ham sara texnikalar kiradi. Bizga kamdan kam kelib qoladi. Holat ideal bo'lgan, hech qayeri ochilmagan, atiga 7700 soat yurgan bu texnikamizning motorlari %100 yangi holatda. Balonlari 99.9% da korotchi. Korobkalariga hali tiq tegmagan. Shundoqqina minasizu, olasizu, soqqani bosadigan texnika. Narxini akamiz qoldirmabdi. 94 301 35 70 texnikani egasining raqami bu. Albatta aloqaga chiqsanglar bo'ladi qadrdonlarim. Narxiga qiziqqanlar men Telegram kanalimni oxirgi postlariga joylab qo'yaman. O'tib olib obuna bo'lib kuzatib borsanglar
Nafaqat bu, balkim bundan-da sar texnikalarni ko'rishingiz mumkin. Va e'tiboringizga ko'pchilik qidirayotgan texnika zil tanishib chiqamiz. Moshin modeli zil deb tashlabdilar akamiz. Xo'p, pozitsiya, zil pozitsiya ekan, samosval kraska bor. Endi bilasizlar, kraskasi bo'ladi bunaqa texnikalarni. Chiqarilgan yili ham ancha-muncha, lekin rangi rasmda ko'rib turganingizdek, kuzov, xullas, o'zi ranglari ikki xil ekan. Qilinganda endi xullas akalar, yiliga XXX qo'yilgan ekan, probiklariga ham X qo'yilgan, narxiga ham X qo'yilgan. Sabab do'stlar, yilini, probik yurgani akamiz o'zlari ham aytmadilar. Biz imkon qadar olib Telegram kanalimizga chiqazib qo'yamiz. Narxini ham akamiz o'zlari berar ekanlar, aytib sotar ekanlar. 99 473 78 80 50 378 98. Qiziqqanlarga Farg'ona viloyatidagi texnikamiz. O'zingizlar aloqaga chiqib narxini so'rab olasizlar. Imkon qadar men ma'lumot olib Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Qiziqqanlar Telegram kanalimiz oxirgi postlariga o'tib olib kuzatib borsalar, oxirgi postlariga joylab boraman. E'tiboringizga Gazel sotiladi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Metan 450 talik qo'yilgan. Uzunidan holati zo'r vashim. Zavodskoy Bartovoy motor, korobka mos zo'r, Ramagaz 53 risollari bilan moslashgan, usilenniy qilingan. Xolos akalar, texnika soz holatda, tayyor holatda korobkalar vashim zo'r. Mana motor qismlari, motorlarda umuman atkasligi yo'q deb takamiz. Uzuni 5 metr, eni 2.10 ekan, orqa nimasi. Xullas, Damas Labo 2026 Largusga ham barter bor ekan. Realniy oladiganlarga tan narxi 7 million, uzr do'stlar, $7500 ekan. Srochni sotilar ekan. 97 580 13 11 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan. Qiziqqanlarga manzili Andijonda ekan. Bekorga bezovta qilmagan holda iltimos qilamiz, realniy oladiganlar aloqaga chiqsanglar, akamiz sizlar e'tiboringizga mana shu texnikani chiroylidan ko'rsatadi. Xullas do'stlar, ekskavator LH sotiladi. Qadrdonlarim, uzr so'raymiz. Albatta bizda kamchiliklar ko'p. Endi reklamalarni kankillatib yorib, ma'lumotlarni endi bera olmaymiz. Ozmoz adashmovchilik bo'ladi, tushunmovchilik bo'ladi, ozroq texnik xatoliklar bo'ladi. Buning uchun albatta uzr so'rab qo'yamiz. Sababi qadrdonlarim, Texnika bozorim kanali sizlarning e'tiboringizga sara texnikalarni ko'rsatish uchun tinimsiz harakatda. Buning uchun omad so'zini yozib keting izohlarga. Shu bilan ozgina bo'lsa-da mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz va kelgusi videolarda sara texnikalarni chiqarishimiz uchun kerak bo'ladi shunchaki omad so'zi. Qadrdonlarim, e'tiboringizga ekskavator LH 680 BM ko'rsatmoqchiman. Srochni sotilar ekan, akamiz aytish bo'yicha 2018-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Sostaniyasi turishi yaxshi holatda turgan ekan. Narxini 310 million qilib beraman. Realniy oladiganlarga 300 million, 300 milliondan kami ham bor albatta. Xo'p, 99 480 79 99 qisqa telefon raqamlarini qoldirgan akamiz. Realniy oladiganlar iltimos qilamiz, aloqaga chiqinglar. Ya'ni bekorga bezovta qilmagan holda